Sattorun keldi Almataga. Men buni qancha yaxshi ko'rishim bilmaydi bu. Eng yaqin jigarlarim buni. Oje! Assalomu alaykum. Keling, tinchmisiz? Charchamasdan. Keling. Mike Tyson! Qanday? Qanaqa kela? Krasavchi, yetib keldimi? Barmi yetib keldimi? Yaxshimisiz? Endi yoramizmi? Nastur Nastura Chutkimi? Nastur. Zibermi? Krasavchi. Erta bayroq ko'tarib ketamiz o'g'lim bilan. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Bilasizlarmi? Birinchi aeroport oldida meni kutgan chiqqanim. O'shanda sochim bor edi. Hozir o'zgarishmagan soch yo'q. Hali o'sha so'kilib bo'lmaydi. O'zayda. To'g'risi nima desam bo'lar ekan. Nasib bo'lsa inshaalloh ertaga g'alaba qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham to'g'risi oxiri qonim qolguncha kurashib nasib bo'lsa inshaalloh g'alaba uchun kelganman. Sattorga kelganda xursandmisan? Sattorga kelganda xursandman. Juda ham motivatsiya berib do'stim. Chimani ishda radarga tushganim bilmaydi aka. G'alabani ishlab ketaveramiz Xudo inshaalloh. xolasa inshaalloh. Nasib. Yutgan bo'ldi Xudo xolasa jigar. Inshaalloh. Inshaalloh O'zbekiston duo qilib turinglar, duoda gap ko'p. Bosingiz akalar, padishkani bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Eng qizig'i mana buni qaranglar. Habib Jojib. Masalachi. Suv solib ketganmisan deydilar. Suv kabi bu, suv kabi. Suka. Krasavchi. Sen endi xulisan, biz hozir ozgina bu bilan endi Almataga kelib gulat qilamiz ozgina. Xudo xolasa. Bu bola ham Saturn bu bola ham o'shadi. Xudo xolasa 30-may kuni komanda bitta choyxona Registon nam padishga qilamiz bilan. Xudo xolasa inshaalloh. Sen uchun kerak. Forma qichiq-ku. Ish ketgan Akta yo'lda bittada bu forma. Keyin ozg'in edi, hozir tarozdan o'tdi, tiqyapti endi. Ketaman. Xudo xolasa o'qiramiz inshaalloh. Xudo xolasa. Xullas Saturn keldi, ertaga portlatib tashlaymiz Almatani. Uylar o'tmaydi o'qani tanaga. Bu uylar o'tmaydi. Nasib bo'lsa yirtamiz, ayiramiz. Cho'miz jaydarichasiga. O'sha gap